Assalomu alaykum. Keyin ishimiz ham bitta xohlasam ishlarimiz bitta. Bu eski holatda uyda bu 70-yil, 80-yillarda devorni hepsagan bo'ldi. Bitta pastda pol bor edi. Polni ustidan pol bo'ldi. Polni ustidan pol bo'lib shamasidan ustidan parketlanib qoldi. Apologimiz natijada hozir kimga oyna xizmat kerak bo'lsa, razmerni aytasizlar, shu razmerda zakaz berib, olib kelib terib qo'yib berish xizmatlarimiz bor. 1.20 ga bo'yi 2 hozir bu razmerimizda. Zallarga ishlar. Zalda birinchi holatida bitta devor bor edi o'rtada. Olib tashlangan. Televizor, mehroblar, eski stilda bo'lgan uylar, klassik uylar. Shular yoqib gipsiyonni bor bo'lgan mashikasi. Ko'pi ham shu skromniy tekst bo'ldi. Uy bo'yi sal pastroq hisobli tekst figura yo'q. Devorlarimizni qayta tegishlatdik, molding. Shu asosiy molding ishlatdik. Aboylar akacho'ntirdilar. Uyda aytgan, uydagilarni aytgan shu zakasi. Oqshomda chiqaraverdik. Montazlarni ichida. Bunga ham xizmat kerak bo'lsa, shunaqa edi. Buni qo'yasizlar.